Men hali yoshman. Turmush o'rtog'im og'ir jinoyat sodir etib 5 yil ozodlikdan mahrum etilgan. Hozirda qamoqda. Men bir nafar farzandim bilan yolg'iz qolib qiynalib ketdim. Men turmush o'rtog'im bilan nikohimni bekor qilsam bo'ladimi? O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 43-moddasiga muvofiq nikohdan ajratish quyidagi hollarda xotindan birining arizasi bo'yicha ularning o'rtasida voyaga yetmagan umumiy bolalar borligidan qat'iy nazar FHDYO organlarida amalga oshiriladi. Agar xotindan biri sud tomonidan bedarak yo'qolgan deb topilgan bo'lsa, ruhiyati buzilishi, ruhiy kasalligi yoki aqli zaifligi sababli muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, sodir qilingan jinoyat uchun 3 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikdan mahrum qilingan bo'lsa, qayd etilgan asoslardan birortasi mavjud bo'lganda, FHDYO organi nikohdan ajratish to'g'risidagi talabni rad etishga haqli emas. Yana shunday savol kelyapti. Biz oilada 5 farzandmiz. Marhum otamiz mening kichik ukamga o'zining nomida bo'lgan uy-joyni to'laligicha meros qilib qoldirgan ekan. Hozirda bu uy-joyda biz ham istiqomat qilib kelamiz. Ukam ushbu uy-joy menga otamdan meros qilib qoldirilgan, uyimni bo'shatish, sotaman deb janjal qilmoqda. Bizni bu uy-joyga merosxo'rlar sifatida qonunda haqqimiz bormi deb savol bergan. Albatta haqqingiz bor. Meros qoldiruvchining bolalari, shu jumladan farzandlikka olingan bolalar, eri xotin va ota-onasi farzandlikka oluvchilarning teng ulushlarda qonun bo'yicha birinchi navbatdagi vorislar huquqiga ega bo'ladilar. Meros qoldiruvchining vafotidan keyin tug'ilgan bolalari ham birinchi navbatdagi vorislar jumlasiga kiradilar. Fuqarolik kodeksining 11-moddasiga muvofiq merosxo'rlar o'rtasidagi merosni taqsimlash, undan ulush ajratish to'g'risida kelishuvga erishilmagan taqdirda taqsimot ulardan istalgan birining talabi bo'yicha sud tartibida amalga oshiriladi. Meros ochilgunga qadar 3 yil mobaynida meros qoldiruvchi bilan birgalikda yashagan merosxo'rlar meros tarkibidan uy-joy, kvartira yoki boshqa turar joyni, shuningdek uy-joyning ashyolari va ro'zg'or buyumlarini olishda imtiyozli huquqqa ega bo'ladilar. Meros qoldiruvchi bilan umumiy mulk huquqiga ega bo'lgan merosxo'rlar ham meros tarkibidan mol-mulkni asl holida, natura shaklida olishda imtiyozli huquqdan foydalanadilar. Imtiyozli huquqlar amalga oshirilganda meros taqsimotida ishtirok etayotgan boshqa merosxo'rlarning mulkiy manfaatlariga rioya etilishi shart. Agar mazkur huquqlarni amalga oshirish natijasida merosni tashkil qiluvchi mol-mulk boshqa merosxo'rlarga tegishli ulushlarni berish uchun yetarli bo'lmasa, imtiyozli huquqni amalga oshirayotgan merosxo'r ularga tegishli pul yoki mol-mulk tovonini to'lashi lozim bo'ladi.